Assalomu alaykum obunachilar. Siz buqa yoki sigir boqasizmi? Unda bu video siz uchun. 5 metr yoki 4 metr arqonni olasiz. Mana bunday qilib bir qarich qilib uchini tenglab olasiz. Keyin bu tomonini, uzun tomonini, kalta tomonini baqa, uzun tomonini bu tarafga, bu tarafini sekin mashina orasidan o'tkazasiz va asta-sekin to'g'irlab tortasiz. To'g'irlab choklarini tortasiz. Keyingi ishimiz mana bu 20 santimetrli shlankani olib tiqamiz. Lekin asta bu buqani yoki sigiri tumshug'ini qiyib yubormasligi uchun shlankani tiqib qo'yamiz. Bundoq tiqdik. Endi asta sekin uzun tomonni, arqonni 3 tomonini tekislab shaqildoq tiqib qo'yamiz. Arqonni baylash uchun. Endi astalik bilan bu tomonni aylantirib, sekin astalik bilan mana bundoq qilib tekislab ag'ibag'ini ko'rib olib, keyin arqonni aylantiramizda mana uchiga asta sekin tiqamiz. Shu qo'l barmoq uchi turgan joyiga yub tiqamiz. Mana sekin tortamiz. Keyin ikkinchi uchini olib kelamiz. Ikkinchi uchini ham tiqamiz. Asta sekin uni ham tortamiz. Qarab turibsizki, nuqtamiz tayyor. Bu hozir buzoqlarga mos. Buzoqlarga bir 4 metr arqon yetadi. Buqalarga bo'lsa bir 5 metr. Keyin tayyorda. Shunda bo'yni tumshug'idan o'tkazamiz, tortamiz, baylab qo'yamiz. Bo'ldi. Shu choqqacha ko'rganlarga hammaga rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa videomiz hammaga rahmat. Layklarni bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin.